26-kechadan 27-o'tar kechasiga Qadr kuni bo'lib qolish ehtimoli bor degan niyat bilan qo'lidagi yeguliklari, taomlari, choylari, nonlarni olib Ka'ba tarafga yo'nalyapti hamma xalq. Hali asr namozi bo'lmadi. Asr namozidan boshlab yo'llar bekitiladi. Rob subhanahu va taolo Makkadagi va boshqa yer yuzidagi barcha musulmonlarga mana bugungi kechani muborak qilsin. Rob subhanahu va taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashoratlarida aytganidek, Qadr kuni ya'ni qilingan duolar qabul bo'ladi va gunohlar kechiriladi. Aysha onam so'radi, "Ya Rasululloh, agar Qadr kunini topadigan bo'lsam, qanday duo qilaman?" dedi. Shunda Allohumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaratuvchi Alloh taolo, sen afuwun karimsan, kechirguvchisan va karim zot bo'lgan o'zingsan. Kechirganni yaxshi ko'rasan, meni kechiring deb ayting dedi. Shuning uchun hurmatli azizlar, Rob subhanahu va taolo bugungi 26-kechadan 27-kechaga o'tar kechasi Qadr tuni ehtimoli bor degan ulamolarimizni qavllari, so'zlari bor. Rob subhanahu va taolo Makka shahrida butun dunyodagi hojilarning va barcha musulmonlarning bugungi kechalari muborak aylasin va Rob subhanahu va taolo ibodatlarni qabul qilsin. 1000 yildan afzal bo'lgan tun. Ehtimolki bu tun bo'lib qolishligi bois hamma mana ko'rib turganingizdek hojilar qo'lidagi sumka paketlari bor, hammasi Ka'ba tarafga yo'nalib Al-Haromda ertalabgacha ibodat qilishadi. Rob subhanahu va taolo barchalarning ibodatlarini qabul qilsin.